Xo'p, mening ismim Jasur. Siz hozir yo'l kirani to'lamaysiz. Siz hozir Jasur English o'quv markazini taksi xizmatiga tushib qoldingiz. Bo'ladi shunday qilsak? Sizga savol beraman hozir. 3 ta agar javob bersangiz, yo'l kirani to'lamaysiz, olib borib qo'yaman aytgan joyingizgacha. Bo'laveradi. Ketdik endi, boshladik. Kulrang nima degani? 7 sekund vaqtingiz bo'ladi har bir savolda. Ikki savolga o'tamiz. Kecha men Buxoroga bordim dengchi. Keyingisi menda 2 ta ruchka bor dengchi ingliz tilida. Ingliz tilini yoqtirasizmi? Aha, mayli, yo'q. Afsus javob bera olmadik savollarimizga. Xudo xolasa ingliz tilini o'rgansiz. Jasur English o'quv markaziga tashrif buyuring. O'rganasiz. Eshitganmisiz Jasur English o'quv markazini? Eshitganmisiz? Barakalloh. O'sha o'quv markazida ishlaymiz. O'qishlarni to'xtatib qo'ymang. Topolmaganingizga xafa bo'lmang. Faqat oldinga harakat qilamiz, xo'p? Ismingiz nima? Shahzod. Shahzodbek, barakalloh. Lekin baribir ham yo'l kirangizni olmayman. Sizni qo'llab-quvvatlashni xohlaymiz biz.